Yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Rahmat. Ye. Aka, boshqa mashina chaqiraymi? Bu raddomga edi-da, chiqolmaydi hech kim. Olib kirib berish kerak. Yo'q, hijolat bo'lmang, olib kirib beramiz. Oyoqlarim yonimda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Polvon necha yosh? 11 yosh. Ha, aka, sal hijolat bo'lmi? Hammasi joyida aka. Hijolat bo'lmang. Manzilni kirgizib qo'yganman. Xo'p bo'ladi. Kartadan pul o'tkazib qo'yganman aka. Xavotir olmang. Sog' bo'ling. Ketdikmi o'g'lim? Ha, Bormisan? Borman. Yaxshimisan? Tuzukmisan? Ha. Charchamayapsanmi? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Vahima qilib chaqirib olding? Yengillik bor. O'g'ilchani bilasan, qobiliyatli. Shunga olimpiadadan chempion bo'lib keldi. Moskvadanmi? Moskvadan. Voy, zo'r bo'pti-yu. Endi bir elga oshib bermoqchi. Xormang qo'shni, yaxshimisiz? Qo'shni yaxshimisiz? Tuzumsiz? O'tiravering. Yo'q, tushmang. Sog' salomatmisiz? O'zingiz yaxshimisiz? Tinchmisiz? Rahmat. Hammasi yaxshi. O'g'ilchani aylantirib qo'yasizmi? Ha, Dasyorim kumani ishdan qaytib o'tdik. Ha, yaxshi. Jiyan, sen yaxshimisan? assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'rtog'ingni ko'rdingmi? Tabrikladingmi? Olimpiadadan chempion bo'lib keldi. Yo'q, amaki, vaqtim bo'lmadi. Adamlar kun bo'yi ishlaydik. Shunaqami? Mayli. Ishlab charchab qolaman-da, ertaga tabriklab qo'yarman. Ha, mayli, yaxshi. Siz charchamayapsizmi qo'shni? Yaxshiman. Rahmat. Aka, narsalaringizni ham berib qo'ydi egasiga. Bo'ldi. Xo'p aka. Sog' bo'ling, rahmat. Ha, qo'shni chiqing, choy qilamiz, a? Salomat Mayli, bo'ling. qo'shni. Xo'p, Rahmat. xo'p. Charchamang. Qo'shningmi o'rtoq? Ha, yon qo'shnim. Bolasi bilan birga dastavkada ishlashdan xabaring bormidi? Yo'q, xabarim yo'q ekan. Bugun bildim. O'g'li menimcha o'g'ling tengi bo'lsa kerak-a. Shunaqa. Bu bolani ham olimpiadalarda yutib, yaxshi o'qishga haqqi bor. Lekin shunchaki imkoniyati yo'q xolos. O'rtoq, elga osh bergandan ko'ra shu pulni qo'shningga ber. O'g'li o'qisin. To'g'ri aytyapsan. O'zim bilan ovora bo'lib, qo'shnimni unutibman.